16-8 ta xona yaxshi xonadon topib qo'ydim, arzonlarni qilib beramiz. Shu xonadon sotilyapti. Ko'chalari keng, ko'rinishi. Xonadonimiz uzun o'zini hovlisi bor. Juda chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Bog'larni, daraxtlarni ekib, qushlarning ovozi maza qiladigan joyi. Oxirida mol, qo'y, bo'lansa boqsangiz bo'ladi. Shu xonadonimiz sotilyapti, mana ko'rinishi ichkari tomondan. Bu yoqda 4 ta xona, bu yoqda 4 ta xona, tegi polni podval. Podvalga tushishimiz bilan u tomonda ham отдельный podvali bor ekan o'zini. Podval uzun sklad qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xonalarining ichini ko'rsatib boramiz. Katta tushgan ekan xonalari, olib turib, remontlarini qilib, bitirib, maza qilib yashaydigan xonadon bo'libdi. Buni yonidagi xona. Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Avangard mahallida. Hozirgi xonadonimizning ko'chasining boshini ko'rsatamiz. Shu avtomoyka bo'ladi. Arintir shu yerdan 1,5-1 kilometr kirganingizda shu xonadon turibdi. Bu yog'i Avangard, bu tomoni O'rta Saroy. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar, hammasiga 99 ming so'raymiz.